Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizda andoza chizish ketma-ketligi, bichilishi hamda tikilish texnologiyasi haqida gaplashamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Hamda savollaringiz bo'lsa kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlarning fikringiz men uchun juda ham muhim. Hamda Instagram sahifam orqali yozishingiz mumkin. Albatta javob beraman. Andoza chizishni hisob-kitobdan boshlaymiz. Hisob-kitob qilib bo'lgandan keyin old bel uzunligini belgilaymiz. Bel uchun chiziq kiritamiz. Undan keyin bo'ksa, proyma chiziqlarini kiritamiz. Undan keyin ko'krak vitichkalarini, mo'yn o'yindisi hamda proymasini kiritamiz. Ko'krak, bel, bo'ksa aylanalarini to'rtdan birini belgilab, vitichkalarni chizib chiqamiz. Undan keyingi navbat bizda orqa uchun avvalambor orqa bel uzunligini qo'yib olamiz hamda mo'yn o'yindisini belgilab, yelka, proyma va ko'krak, bel, bo'ksa uchun chiziqlarni kiritib olamiz. Ko'ylagimizning orqa qismi uchun vitichkalarni kiritamiz. Vitichkasi proymadan bo'ksaga 2 sm yetmasdan tugaydi. Tayyor bo'lgan andazamizni qirqib olamiz va matoda qanday qo'llanilishini ko'rsatib beraman. Ko'krak vitichkasi ko'krakning markazi cho'qqi bo'lib qolmasligini nazorat qiling. Ozgina shamollab qolgan edim, ovozim boshqacha chiqyapti. Bu uchun sizlardan uzr so'rayman. Andozalarimizni nomerlab oldim. Oldi 3, 4-nomer, orqa uchun 1 va 2 nomerlar. Tayyor bo'lgan andozalarimizni matoga qo'yib ko'rsataman. Bunda biz orqa markaziy bo'lagimizni buklovda qo'ydim. Mo'yn o'yindisi uchun balandligiga 1 sm berdim. Mo'yn o'yindisining eniga bermadim. Buni 7 sm ekanligini nazorat qilishimiz kerak va yon qismlariga chok haqi beramiz. Necha santimetrda tiksak, shuncha santimetrda chok haqi beramiz. 1 sm chok haqi bersak 1 sm tikamiz. 0,5 bersak 0,5 sm tikishimiz kerak va andozamizni yon qismi uchun 2 sm chok haqi berishimiz kerak. 2 sm-dan ko'p bo'lsa bo'lmaydi. Eng ko'pi 2 sm chok haqi beramiz. Ba'zi bir holatlarda 1 sm chok haqi beramiz. 2 sm bersak, chok haqini 2 sm tikishimiz kerak. Mijozimizga kiydirib ko'rganimizda agar torlik hissi bersa, ana shu bizni qutqaradi va 1 sm-dan ikkala tomondan chiqarganimizda 4 sm-ga kengayib beradi. Yelka, proyma va o'rta qismlarga 1 sm-dan chok haqi, yon qismiga 2 sm chok haqi qoldirdim. Mo'yn o'yindisiga chok haqi qoldirmadim, chunki bu bizda eng kichkina ochiqlik va old qismiga buklovda emas, old qismida o'tish haqi bo'lgani uchun 2 sm chok haqi qoldirdim. Probniy bo'lgani uchun balandligiga chok haqi qoldirmadim. Qirqib bo'lgandan keyin ko'krak, bel chiziqlariga rasichka beramiz. Mana shu rasichkalarni bulovka yordamida birlashtirib olsak, tikishimizga qulay bo'ladi. Koftamizni bichib oldik. Endi tikishni boshlaymiz. Eng avvalambor orqa qismidan tikishni boshlaymiz. Orqa qismini markazi buklovda bo'lgani uchun markazga tikish tushmadi va keyin yon qism bo'laklarini ikki tomonga 1 sm tikib olamiz. Bu yerda bel rasichkasi, ko'krak rasichkalar bir-biriga to'g'ri kelishini nazorat qilishimiz kerak. Undan keyingi navbat old qismidagi bo'laklarni tikishni boshlaymiz. Bu yerda ham ko'krak vitichkalari bir-biriga to'g'ri kelishini nazorat qilamiz. Old va orqa qismlarini, yelkalarini birlashtirib olamiz. Undan keyin yon qismlarini birlashtiramiz. Yon qismiga biz 2 sm chok haqi qoldirdik. Ana shu 2 sm tikib olamiz.
Primerka jarayonida mijozimizga torlik hissini bersa, ikki tomondan yon qismidan 1 santimetrdan chiqarib bera olamiz. Bu rasmda koftamizni primerka jarayoni ko'rib turganingizdek mijozimizga qolipday tushdi. Yelkasi va ko'krak kengliklari, beli, bo'ksasi judayam ideal darajada, hech qanday torlik hissini bermadi. Endi mana shu lekaladan foydalanib, mana shu mijozimiz uchun har qanday fasondagi ko'ylaklarni bichib tika olamiz. Bugungi darsimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi video darsligimizda yeng andozasi, lozim andozasi hamda har bir standart razmer uchun andoza chiqarishni ko'rsatib beraman. Kommentariyda nechinchi razmerga andoza chiqarishim kerakligini yozib qoldiring. Keyingi darsgacha sog' salomat bo'linglar.